Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan biz mikrobiologiya kursimizni boshlaymiz. Bu kurs davomida biz turli xil bakteriyalar, zamburug'lar, sodda hayvonlar va viruslar bilan tanishib chiqamiz. Mana shu o'rganish davomida demak har bir mikrobni o'zini demak ma'lum bir xususiyatlariga bo'lganligi uchun, masalan, turli xil bo'yoqlar bilan bo'yalganligi, ma'lum bir kasalliklarni keltirib chiqarishligi, ma'lum bir fermentativ faolliklarga egaligi, turli xil antibiotiklarga sezgirligi yoki rezistentligiga qarab judayam bir-biri bilan farq qiladi. Endi mana shu xususiyatlarni yodlab qolish bizga birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ham mikrobiologiya fanini o'rganishda, yaxshi o'zlashtirishda markaziy rolni bizning xotiramiz egallaydi. Endi mana shu ma'lumotlarni biz qisqa muddatli xotiramizdan uzoq muddatli xotiramizga o'tkazib berish uchun biz ma'lum bir texnikalardan foydalanamiz. Ulardan biri demak sketchi, turli xil qiziqarli rasmlar yordamida mikroblarning xususiyatlarini eslab qolish. Shuning uchun ham sketchi kitob bizda asosiy qo'llanmalardan biridir mikrobiologiya fanini o'rganishda. Va albatta first aid. Undan tashqari demak mana shu o'rganayotgan ma'lumotlarimizni yodimizdan chiqarib qo'ymasligimiz uchun ankilar yordamida tez takrorlab turishligimiz kerak bo'ladi. Mana shunda demak biz ma'lumotlarni uzoq muddatda demak eslab qolishligimizga ancha foyda beradi. Demak mana shu mikroblarda birinchi o'rganganimiz bu bakteriyalar hisoblanadi. Bakteriyalar o'rganishda katta ehtimol bilan eng ko'p eshitadigan so'zingiz bu demak gram so'zi hisoblanadi. Chunki bakteriyalar juda ham ko'p bakteriyalar, hammasi deya olmayman. Mana shu gram usulida bo'yalishiga qarab gram musbat, gram manfiy bo'lishligi mumkin. Endi gram bo'yash usulining mohiyatini yana ham yaxshiroq tushunish uchun birinchi bakteriyalarni hujayra qobig'i hamda maxsus strukturalari bilan tanishib chiqsak. Demak bu yerda mana bacterial structures, birinchisi mana appendages, ya'ni o'siqlar, bakteriya devoridagi o'siqlar. Ulardan biri flagellum. Demak bu flagellum demak mana bunaqa uzun xivchinga o'xshagan struktura hisoblanadi. E'tibor berishingiz mumkin. Bakteriyalarga harakatchanlikni beradi. Mana shu flagellum yordamida bakteriyalar bir joydan boshqa joyga transport qilishligi mumkin. Ikkinchisi pilus yoki fimbriya qismi. Bular yordamida bakteriyalar demak o'zlari yashayotgan joylardagi ma'lum surface'larga birikishligi mumkin. Masalan, gastrointestinal traktdagi bakteriyalar epiteliy yuzasidagi birikib, ularda demak kasalliklar keltirib chiqarishligi mumkin bo'ladi. Yoki ikkita bakteriya bir-biri bilan yonma-yon joylashib, seks piluslar hosil qilib, demak mana shu kichkina kanalchalar orqali keyinchalik demak bir bakteriyadan ikkinchisiga demak genetik ma'lumotlar almashinuvi sodir bo'ladi. Aynan mana shu jarayonni biz conjugation deb ataymiz. Keyingi struktura bu spora. Demak bu hamma bakteriyalarda ham hosil bo'lmaydi. Faqatgina gram musbat bakteriyalarda bo'ladi. Demak sporaga bakteriya noqulay muhitga tushganda, aynan mana shu muhitda saqlanishdan foydalanadi. Masalan, dehydration, suvsizlanish, issiqlik hamda turli xil kimyakal moddalarga chidamli bo'lishligi uchun bakteriyalar spora hosil qilar ekan. Demak mana shu spora devorida demak dipikolinik oksid bo'lar ekan. Demak sporalarga mustahkamlikni ta'minlovchi tashqi muhitda demak noqulay faktorlardan saqlab turadigan. Endi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim tarkibiy qismlardan biri bu cell envelope hisoblanadi. Buni hujayra qobig'i deb tarjima qilsak bo'ladi. Hujayra qobig'i demak mana bunaqa turli xil juda ham ko'p qismlardan tashkil topgan. Hujayrani demak tashqi muhitdan ajratib turadigan qismi hisoblanadi. Ulardan demak eng birinchisi demak mana kapsula. Kapsula ham hamma bakteriyalarda bo'lmaydi, faqatgina ma'lum bakteriyalarda bo'ladi va bu kapsulaning vazifasi fagositozdan himoya qilish bakteriyani. Fagositoz nima edi? Fagositoz bu fagositoz qiluvchi hujayralar tomonidan makrofaglar, neytrofillar, eozinofillar tomonidan hujayralarning yutilishi hamda ularning parchalanishi kiradi. Endi mana shu kapsulaga ega bo'lgan bakteriyalar mana bu rasmda kapsulani ko'rishligi mumkin. Mana shu fagositozdan himoya qilar ekan ularning kapsulasi. Demak ko'pincha ular polisaxaridlardan tashkil topar ekan, kam holatlarda proteinlardan tashkil topgan. Undan keyin demak slime layer demak ko'rishligi mumkin. Bu demak polisaxaridlardan tashkil topgan kichkina network hisoblanadi. Mana slime layer mana bu rasmda yaxshiroq ko'rsatilgan. Cell wallni shundoqina yuzasida joylashgan juda ham ingichka bo'lgan demak to'r polisaxaridlar to'ri hisoblanadi slime layer.
Endi bu slime layer vazifasi har xil surfacelarga yopishish va ma'lum bir bakteriyalarda biofilm hosil qilish vazifasini bajaradi. Ayniqsa indwelling kateter qo'yilgan odamlarda, masalan, siydik yo'lidagi kateter qo'yiladigan bo'lsa, ana shu kateterlarning yuzasida bakteriyalar bir-biri bilan ana shu slime layerlar, polisaxaridlar yordamida bir-biri bilan birikadida kateterning ustki yuzasini butunlay qoplashligi mumkin. Tasavvur qiling, bu xuddi sovuqda bir-biri bilan jips joylashgan pingvinlarga o'xshaydi. Bakteriyalar ham xuddi shunga o'xshash, demak, bir-biri bilan joylashadida bir-biri bilan slime layerlar yordamida birikishi yordamida biofilm hosil qiladi. Bu qavatni, demak, biz bakteriyalardan tashkil topgan qavatni biz biofilm deb ataymiz. Mana shu biofilmlarning o'ziga xos xususiyati o'sha joyda boshqa bakteriyalarning kelib o'rnashmasligini, rivojlanmasligini ta'minlashdan iborat. Bakteriyalardan tashkil topgan bir qavat bakteriyalardan tashkil topgan bakteriyalar to'plami biofilm deb atalar ekan. Ma'lum bir bakteriyalar shunaqa biofilm xususiyatiga ega. Mana masalan bu qismda ko'rsatilgan biofilm producing bacteria Staphylococcus epidermidis, Viridans streptococci, Pseudomonas aeruginosa hamda Haemophilus influenza. Hop, demak bu bakteriyalar mana shu biofilmni hosil qilarkanda bir-biri bilan jips joylashib, boshqa bakteriyalarning o'sishiga xalaqit berar ekan. Demak, bu bakteriyalar har biri bilan alohida tanishib chiqamiz. Bakteriyalarni o'rganganimizda hozircha biofilm mana shu hujayralar yig'indisi ma'lum bir surfacelarda hosil bo'lgan. Biofilmlarni hosil qilishda, demak, slime layer muhim ahamiyatga ega ekan. Keyingi struktura bizda bu outer membrane, tashqi membrana faqatgina gram-manfiy bakteriyalar bo'ladi. Mana shuning uchun ham gram-manfiy bakteriyalarni ko'rsangiz, outer membrane ko'rishligingiz mumkin. Demak, bu ikkita qavatdan tashkil topgan outer leaflet hamda tashqi qavati va ichki qavati. Tashqi qavati o'zida endotoksinlarni saqlar ekan va ma'lum bir embedded proteinlar bo'ladi. Ichki qavat esa asosan fosfolipidlardan tashkil topgan. Xo'p, endi endotoksin degani o'sha bakteriyalarni, gram-manfiy bakteriyalarni tashqi membranasida joylashgan bo'lganligi uchun tashqi muhitga ekstraksiya bo'la olmaydi. Endotoksinlar faqatgina hujayra parchalanganda, uni devori, outer membrana esa parchalanganda tashqi muhitga chiqishligi hamda turli xil bakteriyani asoratlarni yuzaga chiqarishligi mumkin. Masalan, isitma deysizmi, yallig'lanish, shunga o'xshash endotoksinlar o'zini maxsus spesifik belgilarni yuzaga chiqarishligi mumkin bo'ladi. Faqatgina bakteriya o'lganda va outer membrana esa parchalanganda. Egzotoksinlar bo'ladigan bo'lsa, bular hujayralar tomonidan tiriklik vaqtida ham bakteriyalar tomonidan tashqi muhitga egzostoz qilishligi mumkin. Demak, endotoksinlar gram-manfiy bakteriyadan outer membranasida joylashgan bo'ladi. Faqatgina ular bakteriya o'lgandagina parchalanish hisobiga tashqi muhitga chiqishligi mumkin bo'ladi. Endi mana shu endotoksinlar lipid A degan qismi bo'ladi. Bu lipid A o'sha parchalanib chiqqandan keyin ma'lum bir sitokinlarni hosil qiladi. Tissue necrotic factor, interleukin 1 bular bizda asosiy yallig'lanish mediatorlari edi. Isitma, systemic inflammation response, turli xil yallig'lanishni o'tkir fazo oqsillarini sintez qilinishda, demak, mana shu sitokinlarni chiqishlariga sababchi bo'lar ekan. Undan tashqari outer membranada mana bunaqa porin degan kanallar bor. Bu outer membrana orqali turli xil molekulalarni transportni amalga oshiradi. Keyingi struktura bu periplazm. Periplazm bu bizda sitoplazmatik membrana bilan outer membrana orasidagi bo'shliq hisoblanadi. Faqatgina gram-manfiy bakteriyalarda. Hop, mana shu periplazmda, demak, rasmda ko'rishligimiz mumkin. Gram-manfiy bakteriyalarda mana bunaqa peptidoglikan qavatlar, demak, juda ham ingichka qavat hosil qilib joylashgan bo'ladi. Hujayra devorini hosil qiladi. Cell wall. Ingichka qavat, mana ko'rishligingiz mumkin. Hop, bundan tashqari periplazmda bu yerda, demak, turli xil fermentlar bo'ladi. Gram-manfiy bakteriyalarda, demak, ularda masalan beta-lactamase fermenti saqlaydi.
Bu beta-laktamaz fermenti bakteriyalarda beta-laktam antibiotiklarga rezistentligini ta'minlaydi. Masalan, beta-laktamlardan oddiy penissillinlar. Ularga penisillin berganimizda ularga rezistentlik ko'rsatadigan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan bu bakteriya ana shu periplazm spaceda o'zida beta-laktam fermentini saqlaydi va beta-laktam halqasini parchalaydi. Mana shu enzim yordamida. Endi keyingi struktura bu cell wall. Cell wall bu peptidoglikan qavatdan tashkil topgan hujayrani asosiy backbone hisoblanadi, unga shakl berib turuvchi. Demak, mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Gram musbat bakteriyalarda bu peptidoglikan qavat cell wall juda ham qalin bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu hozir gram bo'yash usuli haqida gaplashib o'tamiz. Aynan mana shu asosiy gram musbat chiqishiga sababchi mana shu qalin peptidoglikan qavati hisoblanadi. E'tibor bersangiz, gram manfiy bakteriyalarda bu cell wall bakteriya juda ham yupqa joylashgan gram musbatlarga qaraganda. Endi oxirgi qavat bu sitoplasmik membran, bu ichki membrana hisoblanadi. Bu ichki membrana ikki qavatdan tashkil topgan oqsilli qavatini fosfolipidlardan va mana shu oqsilli qavatda turli xil proteinlar botib kirgan bo'ladi. Bu proteinlar penisillin binding proteinlar ham deyiladi. Sababi penisillin antibiotiklari berganimizda xuddi mana shu proteinlarga barakatda ularni sitoplazmatik membranada hosil qilishini buzadi. Shuning uchun ham buni penisillin birikadigan asosiy target oqsillar bo'lganligi uchun penisillin binding proteinlar deb ham ataladi. Mana shu proteinlar ichki membranada joylashadi. Hop, undan tashqari gram musbat bakteriyalarda lipotixoy oksid bo'ladi. Mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Lipotixoy oksid femriyaga o'xshash struktura, lipotixoy oksid. Ularning vazifasi ham o'sha gram musbat bakteriyalar zararlanganda, demak, shu tissue necrosis faktor alfa hamda interleukinni hosil bo'lishini stimullab systemic inflammation response yoki mahalliy yallig'lanish keltirib chiqarishligi mumkin. Endi mana bu slaydda bizda gram bo'yash usuli haqida ko'rsatilgan. Demak, bu 4 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi, mana bu bakteriyalar joylashtirilgan yuziga crystal violet ta'sir ettiramiz. Ta'sir ettirganimizda bu yerdagi barcha hujayralar violet, ya'ni binafsha rangga kiradi. Binafsha rangga kirganidan keyin biz yodin ta'sir ettiramiz. Yod. Buni ta'sir ettirishimizdan maqsad mana shu crystal violet rang hujayrani membranasidagi strukturani yaxshiroq bog'lam hosil qilishligi uchun rangni qotishi uchun yordam beradi. Undan keyin biz ta'sir ettiramiz metil etil alkohol 95% spirt. Bunda agar hujayra gram musbat bo'ladigan bo'lsa, mana shu gram demak binafsha rang saqlanib qoladi. Agarda ular gram manfiy bakteriya bo'ladigan bo'lsa, bu binafsha rang crystal violet bo'lag'i yuvilib ketadi. Etil alkohol yordamida va hujayralar o'z rangini yo'qotadi. Keyinchalik biz boshqa rang ta'sir ettiramiz. Bu yerda safranin deb berilgan pushti rang. Buni yodlab qolish shart emas. Pushti rang ta'sir ettirganimizda bu demak mana shu crystal violet rangida yuvilib ketgan bo'lsa, gram manfiy bakteriyalarda keyingi rangni oladi. Pushti rangni olish orqali ular demak pushti rangga kiradi. Gram musbat bakteriyalar esa o'zida esa dastlabki crystal violetni hali ham saqlab qolganligi uchun rang o'zgarishi yuz bermaydi. Mana shu endi bu yerda gram steyni mohiyati shundaki, agar hujayrada mana bu hujayra devoridagi peptidoglikan qavat qanchalik qalin bo'ladigan bo'lsa, etil spirt ta'sir ettirganimizda birinchi hosil bo'lgan, ya'ni ta'sir ettirilgan crystal violet bo'yog'i yuvilib ketmasligi shuncha katta bo'ladi. Agar hujayra cell wall, demak peptidoglikan qavati qanchalik yupqa bo'lsa, bu etil alkohol ta'sirida yuvilib ketiladi va ikkinchi ta'sir etadigan rangimiz aynan mana shu cell wallni o'zida ushlab qoladi. Mana bu yerda forsaytda ham thick with peptidoglican layer retain crystal violet, shuning uchun ham gram pozitiv.
Agar stain peptida glikan loyer bo'ladigan bo'lsa, gram manfiy bakteriyalarda ular ikkinchi rangni olish orqali pink rangga kiradi. Pink bo'yoqlar orqali bo'yalganda counter stain deyiladi, qarama-qarshi rang. Ya'ni binafsha rangga nisbatan. Juda ham ko'p bakteriyalarimiz gram stain orqali bir-biridan ajratib olishligimiz mumkin bo'ladi. Gram manfiy, gram musbat qilib, lekin ba'zi bir bakteriyalar bor, mana bu exceptionlar. Bu turli xil sabablar bilan gram usulida bo'yalmaydi. Masalan, treponema, leptospirini oladigan bo'lsa, bular ipsimon tuzilishga ega bakteriyalar. Shuning uchun ham bular juda ham ingichka bo'ladi va bularni gram bo'yash usulida juda ham ingichkalik qiladi, ko'rib bo'lmaydi. Mikobakteriyalar bo'ladigan bo'lsa, hujayra devorida juda ham katta lipid kontent bor. Shuning uchun ham bizda demak gram bo'yash usuliga noqulay hisoblanadi. Mikoplazma, ureoplazma bo'ladigan bo'lsa, cell wall bo'lmaydi umuman. Shuning uchun ham bularni ham o'rganib bo'lmaydi. Intrasellular bakteriyalar bular ham o'zida demak har xil demak like klassik peptidlarga saqlamas ekan. Shuning uchun gram bo'yash usulida o'rganish bularni qiyin. Demak, bu yerda keltirilgan hamma bo'yoqlar turli xil bakteriyalarni aniqlashda ishlatiladi. Stainlar. Hozircha mana bu stainlarning har birini mohiyati bilan tanishib chiqamiz. Lekin mana bu bakteriyalarni yodlab qolish shart emas. Bakteriyaning har biri bilan tanishib chiqqanimizda keyinchalik qaysi bo'yoqlar orqali bo'yalganligini tanishib chiqish osonroq hisoblanadi. Hozir bularni yodlashga harakat qilishdan ma'no yo'q. Ikkinchi bo'yash usulimiz Giemsa stain. Giemsa. Bu endi Giemsa stainning asosiy qo'llanilganda o'sha mikroorganizmlardan borib nuklein kislotani fosfat qismiga birikib oladi. Shuning uchun ham masalan demak mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Tripanosomani demak Giemsa usulida bo'yalishini ko'rsatilgan. Nukleus hamda mana bu kichkinagina kinetoplast ko'rsatilgan. Nukleus o'zida demak nuklein kislota saqlaydigan. Giemsa usulida Giemsa bo'yoqlari borib, DNKni nukleinni fosfat qismiga birikkanligi uchun nuklein hujayrani demak nuklein qismi ajralib chiqqan. Yana kinetoplastda o'zi bu mitoxondriyani demak o'zida genetik axborotni saqlaganligi uchun ular ham demak bo'yalganligini ko'rishligi mumkin. Demak, Giemsa usulida bo'yashda hech qanaqa bosqichlar yo'q. Faqatgina shu bo'yoq bilan bo'yamiz. Bu DNK kislotalarga borib birikadi. Shuning uchun bizga bakteriyalarni vizualizatsiya qilib beradi. Demak, buni qo'llanilishi gram bo'yalishga nisbatan bir muncha qiyin bo'lgan bakteriyalar, masalan, Helicobacter pylori, Chlamydia, Rickettsia. Bular demak bular ana shu hayvonlarni biz, ya'ni hujayralarni aniqlashda ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. Hatto sodda hayvonlardan Trypanosoma hamda Plasmodiumni ham bo'yab olishligimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'yoqimiz bu periodic oxide sheath yoki qisqacha qilib PAS deyishligimiz mumkin. PAS stain bu demak hujayralardagi glikogen yoki mukopolisaxaridlarni sezuvchi bo'yoq ekan. Demak, mana shu bo'yoqlar bilan bo'yalganimizda glikogen, mukopolisaxaridlar saqlanayotganligini aniqlab olishligimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yoq asosan Whipple disease qo'zg'atuvchisi, demak, mana bu Treponema whippleini aniqlashda ishlatiladi. Mana bu rasmda B rasmda ko'rishligimiz mumkin. Demak, GI traktda mana bu Whipple disease'da demak Treponema whipple'i to'planadi. Mana shunaqa makrofaglarning ichida lizisga uchramay qolib ketishligi hisobiga ularni demak glikogeni hamda hujayra membranadagi polisaxaridlar bo'yanib, shu jumladan demak mana bu glikogen ham mana shu PAS bo'yoqlar bilan bo'yalishligi hisobiga mana shunaqa pink rangga kiradi. B rasmda ko'rsatilgan. Mana bu yerda mana Whipple disease, bu kasallik haqida gastrointestinal sistemani o'tganda batafsil o'rganib chiqamiz. Demak, qo'zg'atuvchi Treponema whipple'i hisoblanar ekan. Demak, gram usulida bo'yalganda pozitiv bo'ladi va bunga qo'shimcha PAS pozitiv ekan. Ya'ni mana shu enterostlarni biopsiya qilib
past usulda bo'yab ko'rganimizda mana shu enterosidlardagi makrofaglar o'zidagi glikogen saqlaganligi uchun glikogen bu aslida makrofaglarning ichida turgan viplay qo'zg'atuvchisini hujayra membranasidagi glikogenga, aynan mana shu glikogenlar past bo'yoqlarni pozitiv bo'yog'iga ya'ni pozitiv natija berishiga olib keladi. Demak, viplay dizizda, demak, diareyadan tashqari kardiak simptomlar, artralgiya hamda nevrologik simptomlar ham namoyon qiladi. Bu kasallik haqida, demak, gastrointestinal sistema haqida gaplashganda chuqurroq gaplashib o'tamiz. Keyingi bo'yoq bu Ziel-Nelson hisoblanadi. Karbofuscin ham deb ataladi. Demak, bu bakteriyalarni oksid faz yoki non-oksid fazligini bir-biridan ajratadi. Oksid faz degani bu kislotaga chidamli hisoblanadi. Agar non-oksid faz bo'lsa, bu kislotaga chidamsiz bo'ladi. Endi bakteriyalar bo'yalganda mana bu hujayra devoridagi mikolik oksid kislotalarda himoya qilar ekan hujayrani. Demak, mikolik oksid bo'ladigan bo'lsa, bakteriya oksid faz bo'ladi. Masalan, oksid faz bakteriyalarga mikobakteriya, tuberkuloz keltirib chiqaradigan bakteriya hamda nokardiyani misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Protozoalardan, demak, Cryptosporidium oocytelar. Demak, C rasmda ko'rsatilgan, mana mikobakteriya ko'rsatilgan qiziq tayoqchalar, oksid faz. Endi buni laboratoriyada qanday qilib o'tkazamiz desak, birinchi bo'lib mana turli xil bakteriyalar aralashmasi turibdi, ularga karbofuscin ta'sir ettiramiz. Birinchi stein bo'ladi. Birinchi rang bo'ladi. Hujayralarni pushti rangga bo'yadi, barcha bakteriyalarni. Undan keyin hid ta'sir ettiramiz. Hujayralar demak ma'lum bir yuzaga qotirib olishligi uchun issiqlik ta'sir ettiramiz. Undan keyin ta'sir etamiz biz oksid alkohol hamda kislota ta'sir ettiramiz. Hamda kislota ta'sir ettirganimizda ma'lum bir hujayralar o'z rangini yo'qotdi. Ma'lum bir hujayralar demak o'z rangini yo'qotdi. Demak, bular kislotaga chidamsiz hujayralar, non-oksid faz. Qolgan o'zini rangini saqlab qolgan hujayralar esa bu oksid faz kislotaga chidamli bakteriyalar. Endi kontur stein ta'sir ettirganimizda metilin bu demak ko'k rangli stein ta'sir ettirganimizda mana bu bakteriyalar o'zini kislotani yo'qotgan bakteriyalar blue rangga oladi. Demak, blue rangga olgan bakteriyalar bilan non-oksid faz kislotaga chidamsiz, o'z rangini, dastlabki rangini saqlab qolgan bakteriyalar oksid faz kislotaga chidamli bakteriyalar hisoblanar ekan. Bu bizda Ziel-Nelson usulida bo'yash. Keyingi bo'yalish bizda India ink hisoblanadi. Bu usuldan ham very straightforward, juda ham sodda, hech qanday bosqichlar yo'q, faqatgina bo'yoq yordamida bo'yaymiz. Demak, bu bo'yoqning vazifasi mana bu polisaxarid kapsulani aniqlab berar ekan. Asosan ishlatamiz India ink steinda bu Cryptococcus neoformansda. Demak, bu zamburug'lik kasallik hisoblanadi. Biz buni alohida zamburug'lar mavzusida tanishib o'tamiz. Mana bu D rasmda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu hujayra markazi, uni tashqi tomonda demak sariq rangda bo'lgan uning kapsulasi. Yoki demak mana shuni o'rniga multikarmin ta'sir ettirishligimiz mumkin. Bu rangdan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Bu demak hujayrani kapsulasini qizil rangga bo'yab beradi. Bu alternativ hisoblanadi. Keyingi stein bizda Silverstein hisoblanadi. Silverstein ham bir qancha bakteriyalarni bo'yab o'rganishda qo'llaniladi. Demak, bu ham boshqacha yo'q, shunchaki bo'yaladi va hujayralar ma'lum bir shaklda ko'rinadi. Masalan, mana bu ko'p ishlatiladigan legionellalardan ajratib olishda ishlatiladi. Mana bu Y rasmda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda demak koksoideslar ko'rsatilgan, ya'ni zamburug'lar ma'lum bir shaklga va ko'rinishga kirib o'zida bo'ladi. Silverstein bilan bo'yaladigan bakteriyani keyinchalik bakteriyalarning o'zini gaplashib chiqqanda tanishib olamiz batafsil. Oxirgisi bu bizda fluorescent antibody stain. Bu masalan sifilisni tashxislashda ishlatiladi. Fluorescent treponemal antibody absorption test masalan. Demak, bu mikroorganizmlar masalan sifilis keltirib chiqaradigan treponemallar maxsus antibodiyalar yordamida bo'yaladi. Bu antibodiyalarni oxirgi qismlariga ma'lum bir bo'yoqlar biriktirib qo'yilgan bo'ladi. Agarda mana bu maxsus antibodiyalar
kasallik qo'zg'atuvchisini topib, u bilan birikadigan bo'lsa, bizga maxsus rang beradi. Mana shunga qarab, demak biz kasallik qo'zg'atuvchisi kulturamizda bormi, yo'qmi, shu haqida xulosa chiqarishligimiz mumkin. Demak, bu fluorescent antibody stain juda ham ko'p bakteriyalar hamda viruslarni tashxislasida ishlatiladi. Biz uchun ahamiyatli asosiysi mana bu sifilis hisoblanadi. Keyingi gaplashadigan mavzuyimiz bizda culture medialar. Bu ya'ni ozuqa muhitlari. Demak, ozuqa muhitlaridan biz ikkita maqsadda foydalanishligimiz mumkin. Asosan bakteriyalarni bir-biri bilan ajratib olish uchun bu bizda differensial media bo'ladi yoki indikator media. Aynan ma'lum bir bakteriyani o'sha kulturada borligini ajratib beradi, rangi o'zgarishiga qarab. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, McConkey agar bizda demak differensial media hisoblanadi, indikator media. Ya'ni agar mana shu kulturaga laktoza fermenting bakteriya qo'shiladigan bo'lsa, u demak aynan mana shu McConkey tarkibida demak laktoza bo'ladi. Bu laktoza parchalanganda bu muhitda demak pH o'zgaradi. Aynan mana shu pH o'zgarishi bizga indikator bo'ladi. Mana shu pH ni o'zgarishini kultura pushti rangga kirish orqali ko'rsatib beradi. Agar mana shu ozuqa muhitida demak biz laktozani fermenting qiladigan, laktozani parchalaydigan bakteriya qo'shadigan bo'lsak, rang o'zgarishi yuz beradi. Demak, bu ozuqa muhiti, ozuqa indikator muhiti hisoblanadi. Yoki mana bu Neisseria gonorrhea yoki Neisseria meningitisni aniqlaydigan Thayer Martin agarni ham o'rganadigan bo'lsak, bu selektiv media hisoblanadi. Chunki bu mediaga faqat ozuqa muhitiga turli xil antibiotiklar qo'shilgan. Faqatgina Neisserianing o'sishini ta'minlaydi va boshqa bakteriyalarni o'sishini sekinlashtirish, oldini olish uchun demak vancomycin qo'shilgan, gram musbat bakteriyalarga o'ldirish uchun demak trimetaprim, kolesterin qo'shilgan, gram manfiy bakteriyalarni o'ldirish uchun va hamda nistatin qo'shilgan, zamburug'larni o'ldirishlik uchun. Va mana shu har bir bakteriyani o'tganimizda qolgan ozuqa muhitlari bilan ham birma-bir tanishib chiqamiz. Har bir bakteriyani o'zini demak talab qiladigan ma'lum bir ozuqalar bor. Mana shu ozuqa muhitlarida o'sha faktorlar qo'shilgan bo'ladi. Masalan, Haemophilus influenzada shokolad agar bo'ladi, unda faktor 5, NAD hamda faktor 10 qo'shilgan bo'ladi. NAD bilan hematin. Mana shu demak faktorlar zarur bo'lganligi uchun, mana shu bakteriyani rivojlanishi uchun zarur bo'lganligi uchun. Xo'p, endi qolgan ozuqalarni qaraydigan bo'lsak, ko'pchiligining tarkibida agar bor. Mana shokolad agar, Thayer Martin agar, ko'pchiligi demak agar qo'shilgan. Bu so'zni demak juda ham ko'p uchratamiz biz mikrobiologiyada. Mana bunaqa strukturaga ega jelatinsimon massa bo'ladi. Uni ishlatishimizdan maqsad mana bu Petri idishida turli xil bakteriyalarni ko'paytirish maqsadida ozuqalarni qo'yganimizdan keyin bu ozuqalar ko'pchiligi suyuq holatda bo'lishligi mumkin. Ularga mana shunaqa jelatinsimon xususiyat berishligi uchun ko'pincha agar qo'shamiz. Agar bu bakteriya tomonidan iste'mol qilinmaydi, shuning uchun ham mana bu tarkibidagi ozuqalar iste'mol qilib bittaga har xil rang o'zgarishlar bo'lishligi mumkin yoki mana bu tarkibidagi agar o'zgarishsiz qoladi. Mana shuning uchun bu idishdagi ozuqani strukturasini saqlanib qoladi. Mana shu agar qo'shilgan maqsad demak ozuqa muhitlarga dildiroq hamda jelatinsimon xossani berish ekan. Mana qarasangiz bu yerda demak maxsus chiziqsimon holatda ekilgan turli xil bakteriyalar hamda ekilgandan so'ng turli xil rang o'zgarish bo'lishligi mumkin. Mana shunga o'xshagan masalan mana pushti rang. Mana shu ekilgan sohalarda rangini saqlanib qolishi uchun ozuqa muhitlar o'zida jelatinsimon xossa saqlash kerak bo'ladi. Agar suyuq bo'ladigan bo'lsa, u bir-biri bilan aralashib ketib qoladi. Shuning uchun bunga agar qo'shilgani uchun maxsus o'zgarmaydigan jelatinsimon struktura xossasini berilgan. Bunday bakteriyalar turli xil muhitda yashashi bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, agar ular kislorodsiz muhitda yashasa, bular anaeroblar bo'ladi. Agar bakteriyalar ham kislorodsiz sharoitda, ham kislorodli sharoitda yashash xususiyatiga ega bo'lsa, fakultativ anaerob bo'ladi.
Ya'ni ularda ham ikki xil sistema bor. Ular kislorodni ham foydalanishligi mumkin energiya hosil qilishda va kislorod yetishmay qoladigan bo'lsa, ular moslashishligi mumkin kislorodsiz muhitga. Ya'ni kislorod independent process orqali metabolizmni amalga oshirishligi mumkin bo'ladi. Anaeroblar bo'ladigan bo'lsa, o'zida maxsus katalaz hamda superoksid dismutaz degan fermentlar saqlamaydi. Shuning uchun ham ular kislorodli muhitga tushib qolganda mana shunaqa peroksidlar hosil bo'ladi kislorodli muhitda. Kisloroddan hosil bo'lgan. Demak, kisloroddan hosil bo'lgan oksidlovchi moddalar. Mana shu oksidlovchi moddalarni parchalaydigan fermentlari yo'qligi sababli ular kislorodli muhitga radikallar ta'sirida nobud bo'ladi. Shuning uchun ham ular faqat kislorodsiz sharoitda yashaydi. Mana shu radikallarni parchalaydigan enzimlar bo'lmaganligi uchun ko'pincha ular gaz hosil qiladi. Mana bunaqa. Undan tashqari turli xil gazlarni hosil qilib, demak, shuning uchun ham ular juda ham badbo'y bo'ladi, ya'ni faulty. Demak, mana bu yerda qo'shimcha ma'lumot berilgan. O'ng tomonga qarasangiz, aminoglikozidlar demak anaeroblarga qarshi ineffektiv hisoblanadi. Chunki aminoglikozidlar hujayralarga kiruvchi demak ma'lum muhitda kislorod talab qiladigan ma'lum bir kanallardan foydalanadi. Ya'ni transporterlardan. Shuning uchun ular kislorodsiz muhitga tushib qolganda mana shu transporterlar ishlamaydi va aminoglikozidlar hujayra ichiga kirolmaydi. Shuning uchun ham anaeroblarga demak aminoglikozidlarni biz qo'llay olmaymiz. Demak, keyingi bizda bu gruppalar bu intrasellular bakteriyalar. Bu o'z xususiyatiga qarab obligate bo'lishligi mumkin. Faqatgina intrasellular yashashga moslashgan. Masalan, mana rickettsia, chlamydia yoki koksiyalarni qaradigan bo'lsak, ular yashashligi uchun ma'lum bir hujayralarni demak ichidagi ATP'siga muhtoj. Shuning uchun ham ular hujayradan tashqarida hayot faoliyatini ko'rsata olmaydi. Endi fakultativ intrasellularlar bo'lsa, bu bakteriyalar hujayraning ichida ham yashashligi mumkin, hujayraning tashqarisida ham yashashligi mumkin. Masalan, mikobakteriyalarni misol qilib oladigan bo'lsak, makrofaglarning ichida saqlanib qolib yoki u yerda latent holatda saqlanib qolib, bir umr saqlanib qolishligi mumkin. Yoki makrofaglarning ichidan chiqib, organizm bo'yicha tarqalib, demak, disseminlangan bo'lib, organizmda demak, bakteriyaga sababchi bo'lishi mumkin. Endi kapsula haqida gapirsak, hamma bakteriyalar ham demak aytdim, kapsula saqlamaydi. Demak, kapsula ko'rishligi mumkin hujayraning tashqi muhitda, tashqi qismida demak saqlangan bo'ladi. Demak, kapsulaning vazifasi bu fagostozdan himoya qilar edi. Demak, bu yerda mana ko'rsatilgan kapsula saqlagan bakteriyalarni bu yerda ko'rishligimiz mumkin. Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae hamda Haemophilus influenza type. Endi mana shu kapsulali bakteriyalarga qarshi demak asosiy qarshi tizimda bu taloq hisoblanadi. Shuning uchun ham demak autosplenektomiya yoki taloq olib tashlangan bemorlarda, masalan, sickle cell disease'da aynan mana shu eritrotsitlar taloqni arteriyalarda demak juda ham ko'plab okklyuziylar hosil qilib taloqni halok qiladi. Shuning uchun biz taloqqa autosplenektomiya bo'ladi. Endi mana shu asplenik bemorlarda shuning uchun demak biz kapsulated bakteriyalar, ya'ni eng ko'p uchraydigan bakteriyalarga qarshi vaksinalar qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu bakteriyalarga Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae hamda Haemophilus influenza bo'ladi. Demak, taloq markaziy rolni o'ynagani uchun aynan mana shu bakteriyalarga qarshi tizimda. Shuning uchun asplenik bemorlarda bu demak juda moyillik bo'ladi aynan mana shu bakteriyalarga. Endi mana shu kapsulali bakteriyalarga demak vaksinalardan foydalanar ekanmiz. Kapsulalar demak o'zida odatda polisaxaridlarni saqlaganligi uchun bu demak kuchsiz antigen bo'ladi. Bu polisaxaridlar antigenlari B hujayralar orqali T limfositlarga prezentatsiya qilib berilmaydi. Shuning uchun ham T respons shakllanmaydi organizmda. Shuning uchun bu polisaxaridlarni ma'lum oqsillarga qo'shib, keyin vaksina holatda beradigan bo'lsak, ularda hosil bo'ladigan demak xotira kuchliroq hisoblanadi. Shuning uchun ham demak bolalarga beriladigan asosiy vaksina bu PPCV23 bakteriya. To'g'ri adashib ketdim. Vaksina bu demak pnevmokokkal vaksina bo'lib, demak bu o'ziga oqsil tutgan bo'ladi. PCV13 demak bu bizda bolalar uchun vaksina hisoblanadi. PPCV23 esa bu demak o'zida oqsil tutmagan polisaxariddan iborat bo'ladi. Ya'ni o'zida demak qisqa muddatli
xotirani shakllantirish uchun yetarli bo'ladi. Shuning uchun biz bu vaksinani demak qisqa muddatli xotira saqlaganligi uchun biz qarilarga beramiz. Oqsil biriktirilgan formasini esa bu biz uzoq muddatli xotira hosil qilish uchun biz demak bolalarga beramiz. Urea pozitiv organizmlar bor bu yerda. Urea pozitiv degani demak bizda ureaz enzim saqlaydi o'zida. Ureaz fermentining vazifasi enzimmi. Mana bu demak ureani parchalab o'zida demak ammoniy hamda karbonat angidrid hosil qilish. Demak ma'lum bir bakteriyalar kislotali muhitda yaxshi yasholmaydi. Shuning uchun ham o'zlari mana bu ammiakni hosil qiladi. Ammiak ishqoriy tabiatga ega bo'lgan modda. Hosil bo'lgandan so'ng pH o'sadi, ya'ni ishqoriy muhit hosil bo'ladi. Natijada mana shu bakteriyalar o'ziga qulay muhit hosil qilib bemalol yashashligi mumkin. Hop, masalan, ulardan biri proteoz hisoblanadi. Asosan siydik yo'llarda yashovchi bakteriya hisoblanadi. Ureaz yordamida ureani parchalab, mochevinani parchalab, ammiak hosil qilib ishqoriy muhit paydo qiladi. Aynan mana shu ishqoriy muhitda mana bu magnezium, ammonium, fosfat yaxshi erimaganligi uchun mana shu magnezium, ammonium, fosfat toshlari hosil bo'ladi siydik yo'llarda. Ko'radigan bo'lsa, ular juda ham shoxlangan, stroxkom toshlar deyiladi. Shoxsamon shoxli butun jom kosacha sistemasini to'ldirgan katta toshlar hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa, masalan, mana Helicobacter pylorini oladigan bo'lsak, u ham ureaz pozitiv organizm hisoblanadi. Oshqozonda demak juda kislotali bo'lgani uchun u yerda yashashga o'zi bo'lmaydi. Mana shu Helicobacter o'zida ureaz tutganligi uchun mana shu yerdagi demak mochevinadan ammiak hosil qiladida o'zidagi muhitni ishqoriy qilib, demak ana shu yerda kasalliklarga sababchi bo'ladi. Endi mana bu fermentativ faolligiga qarab katalaz pozitiv organizmlar bo'ladi. Demak, bular o'zida katalaza fermentini saqlovchi organizmlar hisoblanadi. Endi mana bu katalaza fermentining vazifasi mana vodorod peroksidini suv hamda kislorodgacha parchalashdan iborat bo'ladi. Mana bu kulturaga e'tibor bersangiz, mana bu vodorod peroksid qo'shilgan muhitda ular suv hamda kislorodgacha parchalab, bu yerda bubblelar, ya'ni pufakchalar hosil qiladi. Endi bu yerda bizda maxsus kasallik bor, chronic granulomatous disease. Bu kasallik demak asosan tug'ma kasallik hisoblanib, NADPH oxidase degan ferment yetishmaydi. Bu fermentning vazifasi demak mana bu makrofag hujayrasida oladigan bo'lsak, NADPH enzim vazifasi demak respiratory burst saqlash kerak, ya'ni kislorodli portlash deb tushunsangiz bo'ladi buni. Demak, bakteriyani demak o'ldirishda makrofaglar mana bunaqa gipoxlorid hosil qilib, uni parchalashlar kerak. Endi mana shu gipoxloridni hosil qilish uchun NADPH oxidase degan ferment yordamida mana bu kislorodda erkin radikallari, undan esa vodorod peroksiddan esa gipoxlorid hosil qilib, bakteriyani o'ldirishlar kerak bo'ladi. Endi mana shu enzim yetishmovchi odamlarda xronik granulomatous kasallik kelib chiqadi. Bu ferment yetishmagandan keyin mana shu hujayralar majbur bo'ladi mikroorganizmlardan hosil bo'layotgan vodorod peroksiddan foydalanadi gipoxlorid hosil qilishda. Mikroorganizmda ham demak odatda vodorod peroksid hosil bo'lar ekan ma'lum bir miqdorda. Endi ana shu mikroorganizm o'zida hosil bo'layotgan vodorod peroksidni ham o'zidagi katalaza fermenti yordamida suv hamda kislorodgacha parchalab yuborsa, bu fagosoz hujayralarga, makrofaglarga mana bu gipoxlorid hosil qilish uchun umuman substrat qolmaydi. Demak, mikroblar o'zlari vodorod peroksidlarini parchalab yuboryapti, katalaz pozitiv bo'lganligi uchun. Endi mana shu mikroblar juda ham organizm beriluvchan bo'lib qoladi. Umuman gipoxlorid hosil qilmaganligi uchun. Endi bu yerda o'sha mana bu konsepsiya yozilgan. Demak, recurrent infection with certain catalase positive organism, ya'ni mana shu moyil bo'lib qoladi. Bundan tashqari demak pigment producing bakteriyalar ham bo'lishligi mumkin. Demak, o'zida turli xil muhitlarda ranglarni hosil qilishligi mumkin. Ularda demak bakteriyalarni o'tganimizda har biri bilan batafsil gaplashib chiqamiz. Biofilm haqida demak gaplashib chiqsak, bu demak maxsus bir turli xil surfacelarning ustida ma'lum bir bakteriyalar qavat hosil qilib, uni demak o'sishiga, rivojlanishiga yordam beradi.
Endi keyingisi bu spora, demak bakteriyani noqulay muhitda yashashligi uchun imkon beradi. O'zida demak mana bu dipokolinik aksiya tutganligi uchun demak bu sporaga yig'itlik beradi. Aynan mana shu sporani demak yo'qotishlik uchun biz 121 gradusda 15 minutda demak avtoklavda biz uni qizdirishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu sporani o'ldirish uchun. Bu asosan avtoklav deyiladi. Mana shu avtoklav orqali biz mana shu spordan qutulishligimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak turli xil bakteriyalar keltirilgan va har birini alohida o'tganda batafsil gaplashib chiqamiz. Mnemonika sifatida ABC deb keltirilgan avtoklav to kill bacillus and clostridium. Endi bakteriyani virulence faktorlari bo'ladi, maxsus. Bu demak bakteriyaga aynan kasallik keltirib chiqaruvchi omil deb tushunsangiz ham bo'ladi. Bundan bu demak kapsula polisaxarid, demak bu haqida gaplashib o'tdik. Fagositozdan bakteriyalarni himoya qiladi. Fagostoz nima edi bizda? Bu fagostoz qiluvchi hujayralar, makrofaglar, eozinofillar, neytrofillar tomonidan hujayralarni yutilishi hamda lizis qilinishida aynan mana shu jarayonni demak kapsula polisaxarid nima qilar ekan? Bakteriyaga fagostozdan himoya qilishini yordam berar ekan. Endi keyingisi bu protein A. Protein A ni demak Staphylococcus aureus demak virulence faktor hisoblanadi. Mana bu immunoglobulin geni Fc qismiga, ya'ni constant regioniga bog'lanib, immunoglobulinni demak hujayraga so'rilishini hamda hujayrani bakteriyani fagostoz qilinishini ingiberlash orqali bu ham demak qaysidir ma'noda fagostoz qilishga qarshilik qiladi. Undan tashqari bu opsonizatsiya jarayonini ham ingiberlash orqali demak bakteriyani tirik qolishligiga sababchi bo'ladi. Immunoglobulin A proteiz bo'ladigan bo'lsa esa, immunoglobulin A ni asosan bizda shilla qavatlarda bo'lardi, nafas yo'llarida, demak gastrointestinal traktda protein A mana shu mukoz membranada bo'lganligi uchun immunoglobulin A proteiz aynan mana shu immunoglobulin A ni mayda qismlarga bo'lib tashlaydi. Shuning uchun bakteriyalarni ana shu yerda ushlab qolinishi sekinlashar ekan. Aynan o'zida immunoglobulin A proteiz aynan mana shu bakteriyalarni himoya faktori hisoblanadi. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza hamda Neisseria. Buni shinbnikum mnemonikasi orqali eslab qolsangiz bo'ladi. Endi keyingisi bu M protein. Bu asosan demak guruh A streptokoklarda uchraydi. Aynan buni vazifasi bu mimikriya qiladi. Demak, bu M protein masalan yurakda joylashgan miozin antigenlarga juda ham o'xshash bo'lganligi uchun shu fagostoz qiluvchi hujayralar tanimay qoladi. Qaysi hujayrani fagostoz qilish kerakligini. Demak, hosil bo'lgan immunoglobulinlar M proteinlarga ham birikishligi mumkin yoki yurakdagi yoki bo'g'imlardagi o'shanga o'xshash antigenlarga ham borib birikishligi mumkin. O'sha yerga birikish natijasida autoimmun kasallik chiqadi. M protein mimikriya qilar ekan. Organizmni o'zidagi to'qimalarga o'xshash bo'lganligi uchun. Demak, bularni bakteriyalarning himoyani virulence faktori ekan. Demak, bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan konseptlar ham shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha omad.